Assalomu alaykum. Bugun mana jarrohlik amaliyotidan keyin Ilhomjon va Mubina qizimizni jarrohlik amaliyotidan keyingi 4-kunlari, 4 kun oldin ulardagi yurak tug'ma nuqsonlarini bartaraf etgandik. Qayta tekshiruvlarda shu aniq bo'ldiki, tug'ma nuqson yo'q. Yurak to'liq o'z ishini bajarmoqda. Qizimiz xursand, kayfiyatlari yaxshi, onalari bilan yurmoqdalar, hammasi yaxshi, o'z joyida. Xudo xolasa yaxshi bo'lsa, bir kundan keyin uylariga javob beramiz. Bu jarrohlik amaliyotini bajarishda bizga Mirabror Usmonov nomidagi xalqaro xayriya fondi yordam berdi. Bu birinchi marta emas. Bunday amaliyotlar fond tomonidan bizda juda ko'plab amalga oshirilmoqda. Xudoga shukr, barcha chaqaloqlarimiz, qizlarimiz, bolalarimiz hammasi yaxshi bo'lib ketishdi. Bu fondga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz, chunki bizga shunaqangi sharoitlar yaratib berishyapti. Bizning bolalarimiz xursand bo'lib, bizdan rozi bo'lib chiqib ketishmoqda. Bu fondga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Assalomu alaykum. Ilhomjon va Mubinaning oyisiman. Biz 1 oy oldin shamollash tufayli shifokor ko'rigiga bordik. U yerda yuragiga nuqson borligini aniqlashdi. Keyin pulimiz yo'qligi sababli ijtimoiy tarmoqlardan Mirabror Usmonov nomidagi fondga murojaat qildik. U yerdan bizga pul ajratishdi va operatsiyaga olib keldik. Mana qizim operatsiyalardan yaxshi chiqdi. Bu jamoaga, fond jamoasiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Rahmat kattakon.